When 35 years ago I said, you don't have to be a Jew to be a Zionist, and I'm a Zionist. Savolga qayerdan yondashishni ham bilmaysanda. 10 minglagan go'daklarni qatl qilgani uchun nimaga 10 ming go'dakni qatl qilding? Biz sendan norozimiz degan yo'q Amerika hali. Biror marta aytgan yo'q gapini. Lekin o'shanaqangi o'zini kofirini ham o'ldirib qo'yganida, shunga chiqib turib, "Ey, qarab otganda u. Mo'minni bombalavur. O'zimizni kofirga tegib ketmasin-da." Urush kattalashib ketsa, Amerika yahudlarni tashlab, Eron tomon bo'lib olishi mumkinmi? Ajoyib savollar ham. Savol ham o'zining nomi bilan savol. Har kim har xil savol beradi. Savolga qayerdan yondashishni ham bilmaysanda. Amerika kim, Isroil kim, Eron kim? Davlat deyotganda bu davlat tushunchalari qanaqa qilib paydo bo'lgan? Shu haqida bir o'ylab ko'rsak, o'zi mana bu savolga vallohu alam ehtiyoj qolmay qoladi. Isroilda o'sha yerda davlat bo'lib shakllanishida asosan G'arb, ya'ni o'sha paytda endi Angliya eng ko'zga ko'ringan davlatlardan bittasi edi dunyoda. Va Amerika ham endi o'shanaqa pog'onalarga harakat qilib kelayotgan davr edi. Endi Ikkinchi jahon urushidan keyin Amerika juda ham katta bir quvvatga va mol-dunyoga ega bo'lib qolgan. Mana shu davlatlarda tashabbusi bilan o'sha yerda Isroil davlati barpo qilingan. Bu qasddan qilingan. Ya'ni shunga atayin o'sha yerga borib shu ishni qilishlik uchun siyosiy tarafdan ham, boshqa bir iqtisodiy boshqa taraflardan ham imkoniyatlar paydo qilingan. Va bu ham maqsadli bo'lgan. Ya'ni kelinglar shu yerga jo'nataveramiz degan gap bo'lgan emas. Masalan, dunyoda boshqa joylarda ham masalan yahudiylarga joy qilib berishlik uchun joy qilib yotibdi o'zi agar. Faqat joy kerak, yashash kerak bo'lsa yahudiy. Yo'q, yahudiylarda bo'lib aynan sionistlarda shu o'zlaricha ko'targan buzuqi g'oyasi borda, o'sha daryodan daryogacha deb, ba'zilarida daryodan dengizgacha deb, Furot daryosidan Nil daryosidangacha, yo'qsa dengizgacha bo'lgan joyda yahudiylarda davlati bo'lish kerak degan g'oyani ko'targan. O'sha bayrog'idagi ikkita oq chiziq bor, o'sha ham ikkita Nil daryosi bilan Furot daryosining timsoli. Ya'ni mana shuni orasi biz yahudiylarda yerimiz bo'lish kerak degan g'oyani qo'llab-quvvatlagan. Ya'ni maqsad nima edi desa, u o'sha Furot daryosi bilan Nil daryosining orasi bugungi kunda yuzlagan million odam musulmonlar yashaydigan diyor. Va musulmon davlatlarni bir-biriga bog'lab turadigan yo'l. Agar u yerga o'sha davlat qurib qo'ysa, musulmonlar bir-biri bilan o'rtada to'siq bo'lib qoladi. Ya'ni mana shu g'oya uchun paydo qilingan avvaliy o'z-o'zi o'sha davlat paydo bo'lgan emas. Shunaqa bitta davlat bo'lsinki, musulmonlar qaytib birlashmasligi uchun o'sha yerda jon kuydirsin deb turib Isroilni paydo qilishgan. Endi o'shunga yordam berishlikni o'zlariga bunday aytganda farz deb biladi. Chunki musulmonlarni birlashtirishligi ular uchun eng katta dahshatli narsa. Musulmonlar birlashmasligi uchun o'sha yerda yahudlarning turishligi eng kerak narsa. O'tganda Bayden o'zi chiqib aytdi-yu, otasidan so'ragan ekan Bayden. Sionist bo'lish uchun yahudiy bo'lish shart bo'lsa, yo'q, yahudiy bo'lish shart emas. Yahudiy bo'lmasam ham sionist bo'lsang bo'ladi dedi. Men sionistman deb aytdi. Ya'ni ochiq-oydin aytdi, hech kimdan yashirgan yo'q. Baralla aytdi. Butun dunyo televideniyalari, boshqalari, medialari tarqatdi bu gapni. Got in trouble, got criticized very badly by the southern part of my state and some of the southern parts of the country when 35 years ago I said, you don't have to be a Jew to be a Zionist, and I'm a Zionist. Endi o'sha sionistlarning g'oyasini asosiy qo'llab-quvvatlayotgan davlat Amerika va Amerikani ittifoqdosh bo'lgan davlatlar. O'sha Yevro ittifoqda deyarli hammasi. Yana boshqa o'sha Amerikaga ittifoqdosh bo'lgan davlatlar. Ya'ni Amerikaning eng yaqin strategik ittifoqdoshlaridan bittasi Turkiya. Ya'ni mana shularning hammasi o'sha yerdagi sionistlarni qo'llab-quvvatlaydi, iloji yo'q. Chunki musulmonlar birlashib ketsa, hammasiga xavf bor. Rossiyaga ham, Xitoyga ham, Yevro ittifoqqa ham, Amerikaga ham boshqalarga. Shuning uchun hali urush boshlanganda ko'rdinglar, 7-oktyabr. Butun o'sha Yevropadagi hammasi yugurib keldi. O'sha Amerikani tezda Blinkenni jo'natdi o'sha kunlarda o'zida. Blinken kirib kelmasdan avval aytdi, men sizlarga Amerikani bir davlat kotibi sifatida emas, bir yahudiy sifatida hamdard bildirish uchun keldim dedi. If you'll permit me, personal aside, I come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew. Yani bu deyotganligi endi o'zi kongressda ham 200 dan oshiq shunaqangi yahudiylar bor. Masalan, prezident administratsiyasini 90% yahudiylar. Bo'lgan shunaqangi sionistlar, hatto yahudiylar ham, yahudiy bo'lmaganlar ham. Shuning uchun bu Isroil davlatini tek tashab qo'yish yoki Isroilni tashab qo'yib Eron tarafga o'tib olish deyotgan narsa bu juda ham bir g'alati bir gapda. Hali boksga tushsa ikkita bokschi. Mana u raqibini urmasdan bir qo'li bilan o'zini urib tursa, kim g'olib bo'ladi desa, bittasi kallang ishlaydimi? U raqibni urushayotgan odam raqibni urmay o'zini o'zi uradimi? Kallang ishlayapti. Jinniroq bo'lsa, haligi shunaqa bo'lishligi mumkin. Agar bunday no'xatchalik aqli bo'lsa, unaqa ish bo'lmaydi deymiz. Shunga o'xshab Amerika ham shunaqa yahud bilan lekin jinsi bitta. Va aynan o'sha yahudni o'sha yerga joylab, shuni shu ishlarni qilishlik uchun, ya'ni islom ummatini biriktirmaslik uchun o'sha mahalla shunga kelishgan. Avvalari Yaltada o'tganda ham, o'sha Eronda o'tgan kelishuvlarda ham asosan o'sha yahudiy davlatini paydo qilib, yahudiylarni o'sha yerga joylashtirishga usta plan qilishgan.
o'sha mahallada SSSR, Stalin boshchiligidagi SSR ham shuni tarafida bo'lgan. Amerika, Angliya, Fransiya hammasi boshi bir joydan chiqib o'sha yerga o'rnashtirishgan. Chunki islom ummatini qaytadan oyoqqa turib birlashib ketishligi hammasiga bo'ladigan zarba edi. G'arbiga ham, o'risiga ham, boshqasiga. Shuning uchun ham bu Isroilni tashlab yuborishligi u hech ham bir ehtimol qiladigan, ya'ni hech bir joyi yo'q. Ya'ni shu kungacha unaqa ehtimol uyg'otadigan hatto oddiy so'z ham borgan yo'q. Hatto yaqinda o'sha Yevropadan kelgan haligi erkin oshpazlarmi degan bir tashkilot bor ekan. Shu kelib G'azoda ovqat tarqatib yurgan edi. Yahudiylar haligi o'sha Yevropaliklar bo'lgan, o'sha tashkilot odamlarini biz shu yerdamiz deb tomiga yozib olib, biz shunaqa o'zinglarni kofirlarmiz, bizni urib yubormanglar deb ogohlantirgandan keyin ham urib tashladi. Raketama urib, hammasi o'ldi o'sha. Shundan keyin narigi kofirlar sal noroziligini bildirdi. To'xta, bu musulmonni o'ldiryapsan, xohlasang pishirib ye, bizga qizig'i yo'q. Bizni kofirni ham urasanmi, badbaxt, o'zingniki-yu deganida, haligi Amerika chiqib endi haligi yerda o'shnaqa qilmagan, o'shnaqa qilsang ama o'ylanib qolaman deb qo'ydi. Ya'ni keyin senga bir yordam qilishda to'siq bo'ladi. Ya'ni kofirni ham qo'shib urib yuborsang o'zimizni kofirni ham unda yarashmaydi deb e'tiroz bildirganday bo'ldi, lekin konkret e'tiroz bildirgan. Unda ham musulmonni o'limi uchun emas, o'sha yerda 10 minglagan go'daklarni qatl qilgani uchun nimaga 10 ming go'dakni qatl qilding? Biz sendan norozimiz degan yo'q Amerika hali. Biror marta aytgan yo'q bu gapini. Lekin o'shanaqangi o'zini kofirini ham o'ldirib qo'yganida shunga chiqib turib, "Ey, qarab otganda u mo'minni bombalavur. O'zimizni kofirga tegib ketmasin-da. Shunaqa bo'lsa, ammo keyin safar qurol berayotganda o'ylanib qolaman" deb safariga ishora qilib qo'ydi. O'shanda keyin chiqib, bilmasdan kofir urib qo'yibmiz, o'zi mo'min uramiz deganidek. Deb yahudiylar chiqib uzr so'rab qo'ydi kofirlardan. Ya'ni shunaqa bir davlatlarda biz bitta narsani tasavvur qilaylik-da, bular biz o'ylayotgan davlatlar emas bular. Birodarlarimiz, do'stlarimiz emas u. Eronga yordam berib yuborsa, Amerika belib olib olsa boshqa degan. Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Bu hayolotda endi. Faqat shu musulmonlar tushunmayapti do'st dushman tushunchasini. O'rgata olishimiz kerak o'zi-yu. Alhamdulillah bugun avvalgi qancha shunaqangi kofirni do'st deb bilganlar bugun fikridan qaytib, to'xta, Alloh aytgan ekan, mo'minning do'sti faqat mo'min bo'lar ekan. Kofir mo'minning do'sti bo'lmas ekan. Alloh aytgan ekan. Robbim bilmasdan gapirmas ekan, Robbim do'st bo'lmaydi desa, demak do'st bo'lmas ekan deydigan haligi mo'minlar paydo bo'lyapti. Alhamdulillah, shunisiga ham rozimiz. Hech bo'lmasa o'zgaryapti. Ertaga sekin-sekin bular yana saf kengayib, do'st kim, dushman kim ajratib oladigan bo'ladi albatta. Lekin hali o'kinadigan joyi hali ham shunaqangi befarosat mo'min dorasidagi islomidan uzoqlashib ketgan, Robbisidan uzoqlashgan, kofirning tagiga yotib olgan bir yo'li. Eng yaqin odam kofir. Kofir nima desa hammasiga ishonadi, lekin mo'min aytsa shu gaplarga ishonmaydi. Shunaqangi betayinlar ham bor-da, endi Alloh shularga insof bersin, shularning ham ko'zi ochilsin. Robbisini tanisin, hech bo'lmasa biz gapimizga ishonmasa ham Robbisining gapiga ishonadigan, mo'minni birodar, kofirni dushman biladiganlardan bo'lsin. Allohdan shu narsalarni so'rab qolamiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Videolarimiz tez chiqib turishini istasangiz videoga like bosing. Albatta kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmang. Videolarimizni boshqalarga ulashing. Albatta ulash uchun ham amal qilganlik savobini oladi inshaalloh.